Birgina o'rgimchakning nozik to'ri orqali Alloh ularning rejalarini chippakka chiqardi. So'ngra payg'ambarimiz va Abu Bakr g'ordan chiqishdi. Endi safarlarni davom ettirish vaqti yetdi. Ular Abdulloh ibn Urayqit bilan uchrashib, berilgan tuyalarni olib yo'lga chiqib ketishdi. Qizig'i shundaki, Abdulloh ibn Urayqit mushriklardan edi. Qilayotgan ishidan boshqalar xabar topsa, nima bo'lishini bir o'ylab ko'ring. Undan tashqari payg'ambarimizga xiyonat qilib, mushriklarga ularni sotib berib, evaziga 100 ta tuyaga ega bo'lishi mumkin edi. Ammo payg'ambarimizga qilgan xizmati uchun 2 ta tuya olgan xolos. Ammo Urayqit gapida turadigan haqiqiy, ishonchli erkak bo'lgan. Hech kimga bildirmay ikkala tuyani keltirib, ularni yo'lga ravona qildi. Mushrik bo'lib turib ham va'dasini buzmadi. Xizmatingiz uchun rahmat. Hazvara degan joyga yetishgach, payg'ambarimiz tuyalarini to'xtatib, Makka ga so'nggi bor qarab oldilar. Qalbida chuqur qayg'u bilan shu so'zlarni aytdilar. Sen Allohning yerlari ichida eng yaxshisisan va men uchun eng sevimlisan. Agar u yer odamlari meni majbur qilmaganlarida seni tashlab ketmagan bo'lardim. Ammo qaytishlari haqidagi xushxabarni qabul qilib bo'lgandilar. Alloh taolo unga mana shu oyatlarni nozil qildi. Senga Qur'onni farz qilgan zot albatta seni qaytar joyga qaytarguvchidir, ya'ni uning vatani Makkaga. Allohning habibiga ilk oyatlar nozil bo'lganida Varaqa ibn Nawfal nima degani yodingizdami? Xalqingiz sizni quvib chiqaradi. Shu onda ana shu so'zlarning ma'nosi har doimgidan-da tushunarliroq bo'ldi. Makka xalqi ko'z oldilarida ko'tarilgan quyoshni ko'rmadilar. Ana endi olamlarga rahmat bo'lgan ushbu xazina qo'llardan chiqib ketayotgan edi. Uzoq masofa bosib o'tilgach, yo'llarda bir chodirga duch kelishdi. Dam olishlari kerak edi. Chodir Abu Mubod va ayoli Ummu Mubodga tegishli edi. Allohning habibi ularga salom berdilar. Ulardan yegulik sotib olmoqchi edilar.